Hammaga salom, tayyor turing. Bu videoda normalniy problemalar haqida gap boradi. Bugun O'zbekistonda dasturlashni o'rganayotganlar juda ko'p. YouTube, Telegram, onlayn va offlayn kurslar. Hammasi bor, lekin bitta savol. Nega shuncha odam o'rganayotgan bo'lsa ham, haqiqiy dasturchilar kam? Ko'pchilik muammoni kompyuter deb o'ylaydi, yoki internetda, yoki pulda, vaqtda. Aslida esa eng katta muammo yo'nalish va tizim yo'qligi. Tasavvur qiling, bir yigit YouTube'da ochadi, birinchi video 3 oyda Pythonda o'rganib $2000 daromad toping. Keyingi video frontend eng oson yo'l. Yana bittasi bo'lsa AI kelajak, hozir boshlamasang kech qolasan. Natija qanaqa? U yigit Pythonchi ham emas, frontendchi ham emas, AI mutaxassisi ham emas. U YouTube mutaxassisi. Muammo shundaki, odam bilmaydi. Qayerdan boshlash kerak, qachon davom etish kerak, qachon ish qidirish kerak, qachon to'xtab, o'sha daromad topishga harakat qilish kerak. Bu xuddi Andijondan Toshkentga yo'lga chiqib, har 5 kilometrda fikrini o'zgartirib, boshqa tomonga ketaman deganga o'xshaydi. Manzil bor, lekin yo'l yo'q. Faktlar bilan gaplashsak, ko'pchilik 6-12 oy, aksariyat hollarda yillab dasturlashni o'rganadi, lekin birorta ham real loyiha qilmaydi. GitHub bo'm-bo'sh, portfolio yo'q. Keyin esa aytadi: ITda ish yo'q ekan, hamma ITni o'rgataman deganlar yolg'onchi, men ish topa olmadim, pul topa olmadim deb. Yo'q, ish bor. Lekin tayyor, o'zini ishni biladigan, tartibli, intizomli mutaxassis kam. Yana bitta muammo bor, lekin buni ko'p aytilmaydi. Ko'pchilik e'tibor ham qilmaydi, lekin juda muhimi. Ingliz tili. Kod yoziladi, lekin yo'riqnoma ochilsa, birinchi savol translate qayerda? O'zbekchasi yo'qmi? Freelancer bo'lsa mijoz yozadi. Can you explain your solution? Javob esa ko'pincha shunaqa bo'ladi. Yes, I can do it. Va suhbat shu yerda tugaydi. Ya'ni ingliz tilini bilmaslik bu kichkina bo'lsa ham, lekin eng muhim muammolardan bittasi. Aslida muammo bilimda emas, muammo tizimda va noto'g'ri kutuvlarda. Dasturlash tez boyish yo'li emas, bu uzoq masofa. Agar sen bitta yo'nalishni tanlasang, kamida 6-12 oy shu yo'lda yursang, real loyihalar qilsang va ingliz tilini parallel olib borsang, natija bo'ladi. Aks holda esa yana YouTube'ni ochasan va yana bitta video chiqadi. Qaysi IT yo'nalishi hozir trendda, nima qilsa bo'ladi, qanday qilib o'rgansa bo'ladi va bu narsa davom etaveradi. Sen bo'lsa vaqtni yo'qotasan, daromad topa olmaysan. Bu videoda men shaxsiy fikrlarimni tajribamdan kelib chiqib bildirdim. Bu muammoga o'z fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Mana shunaqangi qiziqarli va foydali videolarda davomli chiqishi uchun sizni yordamingiz, qo'llab-quvvatlashingiz men uchun muhim. Shuning uchun obuna bo'ling, like bosing va komment qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.